Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, kuzatuvchilarimiz. Men o'zim novvoyman. Taniganlar biladi kasbimda, o'zimda. Instagramim bor. Deb hali yurgizish xohlavermayman-da qandaydir. Odamzod hammamiz ham ojizmiz-ku. Nimagadir bir kirishib ketib qolsak, nimasadir bir bo'lib qolsak, o'rganib qolsak o'zimizdan bloger yasab faqat o'shaning orqasidan quvib odamlarni vaqtini olib qo'yaveramiz-ku. Qanday narsa, meni o'zimni boshimdan o'tkazganman bu narsani. O'shani hali haddimdan oshib ketib qolishimni o'zim bilaman-da, kirishib ketib bir bo'lib ketishini bilaman. Odamlarni hadeb vaqtini olishni xohlavermayman. Instagramim bor, kuzataman, ko'raman, odamlarni xudo xolasa qo'limdan kelganicha like bosib podдержка qilaman. O'zim novvoychilik kasbimda ozgina sizlarga ulashim keldi-da, vaqtimda, kunimda. Soat xohlamaymizmi, 12:01da turamiz. Xamir qilish kerak, kunga tayyorlanish kerak. Mana qilib tayyorlab qo'yamiz. Kechqurun soat 12:01da turib xamir qilamiz. Hozir xamir qilib bo'lgandan keyin video qilyapman. Mana xamir bo'ldi mana. Soat 1da turdim. Hozir 1da turgan bo'lsam mana bunaqa apparatlarimiz bor. Apparatlarda hozir ilgari qo'lda qilardik. Mana bunaqa stollar ustida qo'llarda yasab, qo'llarda nima qilardik. Hozir bunaqa apparatlar bo'lib ketgan. Alhamdulillah. Soat 2 bo'pti hozir mana. Soat 2 bo'pti. Xamirni qilib olib, mana tandirlarda cho'xlarni ochib, o'zim asosan tokkaga yopaman. Bu birinchi tandirimiz. Bu tandirni ham ochib, hozir cho'qini ochaman. Cho'xlarni ochib, mana bu tandirimiz ham katta qilib mana cho'qni bosamiz. Bir qop, eng kam bo'lsa bir qop, bo'lmasa 1,5 qop tokka bosamiz. Alloh ishga rivojini berib qolsa, ish har xil bo'lib qoladi. Kechgadan bo'lib qolishi mumkin. Yo'q zakaslar Alloh berib tushib qolishi ham mumkin-da. Allohning rizqi ekan. Hozir men sizlarga ukamni Nozimjonni novvoyxonasini ko'rsataman. Men yonimda. Endi odamzod xohlaysanmi, xohlamaysanmi, novvoy bo'lgandan keyin hali sentrimizga hali qorovul bo'lasan ekanda odamzod. Mana. Xudo xolasa hamma tinch. Mana shu hozir ko'rinmayapti. Yonimda, novvoyxonaning yonida 2 kundan shu Samsung turibdi. U kimniki, kim tashab ketgan, Alloh biladi. Qorovulmizda endi xullas, alhamdulillah. Xohlaysanmi, xohlamaysanmi? Qorovulni qilish, savobga ega bo'lish xohlaysanda odam. Hozir ukamni novvoyxonasini ko'rsataman. Ular hali 24 soat ham ishlab qo'yaveradi. Xudo baraka bersin ishlariga. Hozir ko'rsataman. Hozir. Xo'sh. Yerka bilan. Ana novvoy bo'lgan ishi. Nollarning go'zalligini qarang. Binoni ekanda hozir, ha? Kelgan so'rashib qo'yganda. Ish ko'plikdan so'rash olmaydi ham bular. Qani assalomu alaykum. Ana. Assalomu alaykum. Bardan baquvvat. Charchamay. Qilichbek novvoy deganlari. Kim qayda? O qizdirish ekanda, ha? Bay. Ana. Mashallah. 24 soat ishlab qo'yaveradi bu bolalar. Uxlamasdan. Niye hormat ya? Qani so'rash qo'yasiz. Charchamay. Ana nollar. Kechiraylar hormat. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Ha, bu video qilib qo'y.
İsterdi. Revza değil mi? Kechgalar yonyapti, ha? Onalar issiq kun va. Maşallah. Sharoitlar qaranglar ana. Ana. Bizga ham qo'ysa bo'ladimi magnitofonni? Amirlarni hamma kesib. Boshlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Novoylarimizdan duo qilibsizlar. Kechasi bilan uxlamaydi shu bolam chaqam tirikchilik, xalqim yurtim deb. Ana. Alloh kuch-quvvat bersin. Rozi bo'lib qo'yasizlar. Ko'rgan vaqtlaringga ozgina bo'lsa ham